Serbiya, Belgrad. Belgrad. Welcome to Serbia. Serbiya davlatining Belgrad shahrida yana bitta plyaj. Suvning ustiga mana bu orol. Har tomoni suv, o'rtada bitta orolcha bor. O'shaga plyaj qilgan. Buni chuqurligi juda chuqur, 20 metr kiradi. Baliqlar ham 1 metrlik baliqlar bor. Mayda baliq ham har xil baliqlar. Şimdi mana bu orolga o'tib, ustidan, suvidan orolga bir ko'ramiz. Mana bu tarafini ham ko'ramiz. Mana orolga ham yetib keldik. Hozir ko'ramiz, orolni qanday ekan. Daryoni og'idan bag'riga o'tdik. Suvda ko'prik orqali. Mana orol. Hamma sharoit bor. Daraxt bilan o'ralgan ekan. Mana bu yashillikni qaranglar, yashillikni. Odam havosi ketadi. Telefondan uncha ko'rinmayotgandir. Bu tabiatda televizorlardan ko'raylik bunday narsalar. Mana. Mana. Salgado kurşuya. Bu yerga ham uy bor ekan. Qayerdir bayrog'i ham bor ekan. Mana. Kinoda ko'rgan uyda. Lekin chiroyli ekan. Hamma sharoiti bor. Bunda simichka bor ekan. Zabor. Mana hammasi o'zini agorotini bo'lib qo'ydi. Almalarni. Ular qiziqa yemaydi lekin. Shu uyga ham hamma sharoiti bor ekan. Bayrog'i bor ekan. Bu o'sha orolda, bu orol. Buna bir ko'cha bu. Mahallaga o'xshaydi. Mana mevalar, atirgul. Mana bu hovli bu ham. Darvozasi. Mana haqiqiy ob-havo bu. Quyosh paneli bor ekan. Mana fermer. Orolni bo'chidan o'chi uzoq ekan.